hazmida muammosi borlar. Diqqat bilan eshitinglar. 30 kun Ramazonda sinab ko'rdim, qat'iy rioya qildim shu narsaga. Faqatgina plyus effekt berar ekan. Bu eng arzon, umuman hech qanaqa pul sarflamasdan hazm tizimini to'g'rilaydigan usul. 30 kun o'zimda sinab ko'rdim, effekt zo'r. Bundan oldingi videoyimda tavsiya qilganman. Tabiiy ferment, hali kreon, mizin olib ichib yuradiganlar shubhali biladi ular, lekin tabiiysini oqtarishar ekanda, kirib o'simlikdan olingan nima bor hazm qiladigan. Shuni men o'zim, oilamga ham ichqizib turaman, mana shu narsani ichib turishadi. Og'ir ovqat yeyishganda, mehmondorchilikka borilganda boshqada 100% tabiiy mahsul, effekti juda ham kuchli narsa. Mana shuni tavsiyasini berganman. Hop, o'zim 30 kun sinab ko'rgan narsa. Ramazonda mana iftorlik, saharlik paytida ovqatlanish jarayonida hech qanaqa suyuqlik ichmaslik. Iftor mahali bo'lishda katta piyolam bor. Mana shunda iliq suvda ichamanda 1 dona, 2 dona xurmo bilan bo'ldi. Ozgina o'tirib, shomda o'qib, 10 minut, 15 minut arada vaqt o'tkazib, keyin ovqatlandim. Ovqatlanib bo'lganimdan keyin aradan ozgina vaqt o'tkazib, 15-20 minut keyin yana suyuqlik ichdim. 30 kun sinadim shu narsani. Effekti sezilarli darajada yaxshi. Quvvat ketmagan holatda 5 kilo vez tashlabman. 5 kilo. Sinab ko'ringlar, yaxshi foydasini beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.